Ukajon mana qara, ozgina yertilgan. Shuni aylantirib, tikib, kilinglar ber, suv o'tmasin, xo'p. Ay, yangisidan apiring. Qayda olib beraman yangisini? Oyog'i ichishi bormi? Har ikki kunda birdan yertasanlar, ya? Otang o'zi bozorlikka kam pul bergan. Siz bozorlikka chiqqancha tikib oling, xo'p? Ukajon, rahmat sizga. Keyin yaqin joylaringiz bormi? Senga kim qarayman deb o'ylab o'tirdi, kiyver. Key ustidan. Aya, ichimdan kiymovdim, qurmagandi. Aya, bu garta kattaroq ekan. Hech narsa qilmaydi. 3-4 yil kiyasan, yengini shimar, shiminga tig'ana yetagini. Binoydi. Ay, dugana, mana shularingizni bunaqa razmerdagisi bormi? Bor. Ay, qanchadan? 150. 30 ming beray. Nima indiysan? Beling og'rib pul topmayapsan-da. Jim o'tir. As. Sizniki emas, meniki emas. 34 ming. Aya. Ana bak. Yur manaqa, yur. Hamma narsani oldimmi? Ey, otangga shalvar olmabman-ki, sen o'tirib tur shu yerda. Nos kelaman, o'tir. Aya, bu yerda o'tirib zerikib ketaman. Nima zerikmay? Zeriksang mana Sardor semichkalari bor. Premium semichka, tuzlangan, tuzsiz. Tuzligini qancha chaqsang ham labing yorilib ketmaydi. Chunki tuzi dengizdan olib kelingan, tushundingmi? Menga ham qosinlik. Nega yoqqa o'tirasan? Mana yoqqa o'tir. Senga kim pul to'laydi? Tizimga kel, mana bu yoqqa kel. Aya, haligi oyoq kiyimni olmadik-ku, maktabga nima kiyman ertaga? Meni kiyasan. Yeding kuni bo'yi bozorda. Yeyaman, ichaman, siyaman, chichaman. Hey, dachan gaplashdim. Kishi boshiga $100 tushayotgan ekan. Ketdimi? Yo, men bora olmas ekanman, bolalar. O'zingizlar boringlar. Pulim yo'q-da. Ketding o'zim-a? O'zingiz nima bo'ldi? Alo, o'rta. Ha, Ozod. Pulim rezinkasi senda qolib ketuvdi-da. Ha, menda. Ha, o'sha menga yomon kerak bo'lyapti. Hozir boraman dachaga olgani. Bo'pti, xo'p. O'ynalaring, davay. Ha, yaxshisi. Qalaysanlar? Nega bozor? Rezinkamni ber. Bar. Yaxshi damollaring. Menga qara. Ha, bo'pti. Kepsan. Dama o'roq, o. Krisa. Ha, hamma vesiga qarabdi, to'g'rimi? Ustoz, qo'limizni tushirib chiqsak maylimi? Sevdiyorni qo'ltig'i gapiryapti. Nodir hozir she'r aytgan chiqasan esingdamish. Ha, esimda. Ketdik. Go'zal qizdek o'ziga orolar berib, suluv qizdek onangni Bolalar bugun bitirib ketamiz-ku. Raqsni big'illatmaymizmi? Qo'y yag'isini chiqarib yuboramiz. Ketdik. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq, charanglamas takror bu so'nggi qo'ng'iroq. Esimdan chiqmas bir so'm maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman birinchi muhabbat. Eslaydi endi, nima deysizlar? Bolalar mana so'nggi qo'ng'iroq ham zo'r o'tdi. Endi vipsnoga bir xil qilib kiyinaylik. Tarixda bunaqasi bo'lmagan bo'ladi. Davay. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana bugun bitiruvchi 9-A sinf o'quvchilariga chotki qilib luk qilib berdik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Faqat mana bu akamizga razmer to'g'ri kelmadi. Bolalar sal kichkina emasmi? Ya, xavotir olma, vipsnogacha 5 kun bor, ungacha tug'ib olasan. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni.
karava kerakmi? Qancha? Ha, ko'ngildan chiqarib beraverasiz. 10 ming beraman. 10 ming kami. A ko'nglimdan chiqadi shu-da, ko'nglimdan chiqarib deysan? Ha, ko'ngildan chiqarib sal dadilroq beradi-da odam. Ko'nglimdan shu chiqdi. Shu chiqdi ko'nglimdan. Ha aka, sen aka pul bermaysizmi? Qancha? Xizmatingiz beravering. Nima? Xizmatingiz shumi? Xizmatim shu-da. Xizmat qilib bering deyapsan. Xizmat qilib 2 ming beryapman nima? Xizmatingiz past ekanda. Zo'r ekan, xizmatim past ekan. Voy, bilmay yurgan ekanman, xizmatim past. Mana uka tayyor qilib qo'ydim, ko'rib oling. Qancha bo'ldi? Ha, endi uka el qatori beravering. Elni qatori qayerdan bilaman men? Ha, el qancha beryapti sizga? Men qayerdan bilaman? Aniq narx ayting. Voy, el qatori beravering. Yo, el qator degan pul birligi yo'q-ku, opa. Nima qilyapsizlar? Aka, mashinani sujasini almashtirib qo'ydik. Mashinasi cho'tki. Qancha bo'ldi? Ot bilan tuya bo'larmidi? Beraverasiz-da. Iltimos ukajon. Izdivacha qilma, xo'p? Точно narx ayt. Men otniki bilan tuyanikini qayerdan bilaman? Qayerdan bilaman men? Tavrabdan uyomoqchi edim. Bo'ldi aka. Sizlar ham mana ko'ngildan chiqarib berasizlar demaysizlarmi ishqilib? Yo'q aka, bizda aniq. Boshlang'ich 25-30% to'laysiz, qolganini taqsim to'lov tizimi orqali 10 yilgacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozir bizda xarid munosabati bilan aksiya ketyapti. Agar bizdan xonadon xarid qilsangiz, dazmoldan tortib xolodilnikgacha yutib olsangiz bo'ladi. Remontini ham qilib berasizlar o'zingizlar. Ha, tayyor kirib yashaysiz bo'ldi. Zo'r-ku. Sizlar zo'rsizlar, bilasizlarmi? Mana aka. Rahmat. Qancha beray? Faqat iltimos. Ko'ngildan chiqarib bering, qimmatingiz, el qatori bering, otniki bilan tuyanikiday bering demaga. Qancha beray? Точно ayt. Insof bilan bering. Ya men tushunmayman. Bu qanaqa pul bo'ladi u insof bilan berish? Noinsof bilan berganmi kimdir? Rozi bo'lib bering. Ya rozi, men norozi bo'lib beramanmi? To'g'risi pul aytsang men beraman-ku. Uka nima men hisoblayapsizlar? Sen qanday debsan gan orqaroq ayda. Gandiraklab oldiroq ayda. Sen onangni orqaroq ayda. Uyida emassan, oldiroq ayda. Bu tursa prava qanday olasan? To'xtada. Pravam berdi. Sen dal shu o'qishing kerak, tushundingmi? Yeb bitirding meni. Orqaga ayda. Voy bilin. Sizga savol, yurishda nimalarga e'tibor berish kerak? Nech pul topadi? Qayerda ishlaydi? Mashinada deyapman. Ha, to'g'ri. Qanaqa mashinasi borligiga ham e'tibor qilish kerak. Demak, haydashni o'rganishni boshlaymiz. 2ga o'ring. 1ga urmaymanmi? Siz 2ga zo'r variant ekansizda. Tushunmadim. Ha, hazillashdim. Keyin haydayotganingizda orqaga qarab keting. U yoqqa men qarab ketaman, siz mashinaning orqasiga qarab keting. Bo'yanishga emas, ana o'yna. Menga boshqa o'quvchi beringlar. Sochimni to'kdi, qoshimni ham to'kmoqchi bular. Nima qilib o'tiribsan? O'zingiz aytdingiz-ku mashinaga o'tirdim. Rulga o'tir dedim. Rulga o'tir, rulga. Bu nima qilganing endi? O'zingiz aytdingiz rulga o'tirdim. Ota, sizga nima kerak bu yoshda haydash? Kim aytdi senga qari odam haydagisi kelmaydi deb? Sizlarga savol, yonlaringdan bittasi qisib o'tib ketdi, nima qilish kerak? Duo qilish kerak. Yaxshi odam ekan, qisib o'tib ketgan bo'lsa. Hozirgi bitta ikkita yoshlar vobsi qisolmay qolgan. Demak, ballarni e'lon qilaman. Rajab 5 ball, Sultonov 7 ball, Muzaffarov 12 ball. Yes, hammasidan ko'p ballim. Qanaqa yes? Bu jarima ballari, o'qishni ball emas. Shunaqa jarimalarga tushib pravalaringni ayrilmasliklaring uchun sizlarga Neoline 8800S antiradarini taklif qilaman. Hozirgi kundagi zamonaviy eng zo'r antiradar Neoline 8800. Mashinani luboy tarafdan himoya qiladi. Birinchi o'rinda cho'ntakka foyda, keyin umrga foyda. Neoline bilan polyubomu xavfsizlar. Voy, bilin. Mendan shu bilinni o'rganmay mashina haydashni o'rganganingda hozir urmayding. Keyinda avtodromliga menga jang ber.